sizda bitta xodim ishlaydimi, mingta xodim ishlaydimi? Aynan shu 3 ta fundamental narsani bilishingiz shart. Birinchisi, bu to'g'ri korporativ madaniyat yaratish, ya'ni to'g'ri muhit yaratish. Muhit aynan sizni agar biznes egasi bo'lsangiz yoki rahbar bo'ladigan bo'lsangiz, aynan sizni qadriyatlaringizga asoslangan holda shakllantirish kerak. Ikkinchisi, bu to'g'ri motivatsiya berish. Doim ham xodimlarga faqat pul muhim bo'lmaydi. Undan tashqari yana e'tirof, e'tibor degan narsalar bor. Agar to'g'ri motivatsiya qilishni o'rganib olsangiz, bu albatta xodimlarning samarasini oshiradi va o'stiradi. Va uchinchi, juda ham muhim bo'lgan narsa, bu xodimlarni to'g'ri tanlash va saralash. Bu narsa his-tuyg'ularga asoslangan holda qilinadigan bo'lsa, tubdan noto'g'ri bo'ladi. Bu aynan saralashdan oldin siz olmoqchi bo'lgan xodimingizni ideal portretini yaratishingiz kerak. Va aynan shu ideal portretga asoslangan holda uni tanlashingiz kerak. Agar to'g'ri kelsagina uni ishga olish kerak.